Ayollarga qaramayman demayman. Bilaman, shunda ham qaramaysiz. Bo'pti. Men ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi aytib oling. Xo'p, rahmat. Bugun nima dastavkalar bor? 4 ta dastavkamiz bor. Bambuk, PVH, barxitlar bor, hamda abulani 4 ta lokatsiyaga yetkazib berishimiz kerak. Ha, bo'ldi, mashinaga olib tursin, haliroq borib kelaman. Bo'ldi, xolos. Hozir. Alo. Anunda aytdimu, bitta do'kon aksiya e'lon qilishgan ekan deb. O'shani bugun oxirgi kun ekan-da. Shuna borib kelsam maylimi? Men senga doim ruxsat berganman-ku. So'rab o'tirma mendan ishingni bilib, bitirib qaytib kelgan deganman. Sizdan ruxsat so'ramay chiqishim noto'g'ri-da, o'shanga so'ramoqdim. Baraka toponasi. Rahmat adasi, yo'q demaganingiz uchun. Bo'pti, yaxshi o'tir. Mashinada bo'lib turaman, xo'p? Bo'ldi, chiqib turaman, hozir chiqib orqangdan. Xo'p. Qarab aytsang, dastavkaga boshqa bolalarni jo'natib yuborardim. Ayolingni aytgan joyga olib kelyapsan-da. Ya, ish ko'p o'rtoq. Ish ko'p, endi bamoyni rash degan narsa bor. Yer dumaloq. Nima qilsang, o'zingga qaytishini juda ham yaxshi bilaman. Birovga ahli ayoliga umuman qaramayman. Bosayotgan qadamimni halol qilishga harakat qilaman. Nima uchun? Chunki har bitta bosgan qadamim meni ayolimdan, meni bolalarimdan, meni yaqinlarimdan qaytishni yaxshi bilaman. Shuning uchun men birovga hech qachon qaramayman. Erkaklarning orasiga qo'yib qo'ymayman. Boradigan joyi ayollar boradigan joy. Yoshi kattalar bekorga ketmaganda o'zi. Sen agar birovning nonini tishlashga harakat qilmasang, seni ham noningdan hech kim tishlashga harakat qilmaydi. Tushunarli. Assalomu alaykum. Intro do'konidan siz buyurtma qilgan narsalarni olib keldik. Ha bo'ldi, shuni shalga olib kelib bera olasizmi? Erkak kishi bormi? Yo'q, qo'ydim kechga keladilar. Mana shu narsalarni mamga qo'yib bersam maylimi? Endi erkagi yo'q bo'lgan xonadonga olmaydigandim-da. Ha bo'ldi, mashqa qo'ya qol endi. Do'koninglarda yana arxitning samaklika ham bormidi? Bizda 100 xildan oshiq samakilik mahsulotlarimiz hamda yuz internet qismi uchun barcha kerakli mahsulotlarni bizning do'konda topsanglar bo'ladi. Biz ishlab chiqaruvchi bo'lganimiz uchun mahsulotlarimiz narxlari arzon hamda Toshkent shahar viloyat bo'yicha dastavkamiz mutlaqo. Bo'lmasa kechga xo'ja oldiraga bir o'tadilar. Hadi kutamiz. Salomat, rahmat. Adasi, men ishlarni qilib ozgina kech qolib ketdim dedim-da. Do'konga endi ketyapman. Do'kon chiqib, amamga o'tib kelsam mayli. Qizlar kelgan ekan, bahona urishib olardim. Mayli, men kechqurun bo'lmasa. Bo'ldi, men sizni o'shda kutib turaman, bo'ldi. So'naman borib kel. To'g'ri aytasan. Agar sen birovni bog'iga kirmasang, seni ham bog'ingga hech kim kiradi. Shunaqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunchalik sizga yoqmay qo'ygan ekanman. Akangiz bilan ham maslahatlashsangiz bo'lardi. Akam menga xo'jayin emas. O'sha suyuq oyog'ingni oldiga ketyapsanmi? Uni suyuq oyoq demang. Xotini bor erkakga yopishgan ayol suyuq oyoq bo'lmay nima? Quyuq oyoq bo'ladimi? Men uni yaxshi ko'raman. Ha, nimasini? Maminizni ahvolini qarang. O! Sanam gapir. Ishdan kelsa mashinaqa eski tuskilarda kutib oladi. Ustidan har xil yog'idan qidmay. Suyug'ing qanaqa kutib oladi? Suyug'ing demang. Suyug'ing qanaqa kutib oladi deyapman senga. Chiroyli ko'nglada bo'yanib kutib oladi. Ustidan har xil yog'ni anqimaydi. Doim atir hidi keladi. Farzandlari bormi? Yo'q. Qaynona-qaynotasi-chi? Yo'q. Sani xotiningda esa bor. Uylarni tozalamasligi uchun xizmat bor. Bola qarash enaga ovqat qilmasligi uchun oshpaz olib kelib qo'yishga aqling yetadimi? Yo'q. Aqling yetmas ekan, xotinni boricha qabul qilgin. Vaqti yetsa albatta o'ziga qarab, seni boshqacha kutib kutadi. Ovqat qildingizmi, kelin? Endi Shart emas. Biz ukam bilan o'zimiz bir kun ovqat qilamiz. Siz buni xonangizga kirib olib tushunasiz. Kelingizni yubordilar. Bora qoling. Qanchadan beri kirding u bilan? Haligi Senga savol berdim. Qanchadan beri yashaysan u bilan? yashamadim. Ertagini kutmoqchiman. Shunisiga ham yamad. Sal qosnokor akasi bo'lardim. Aka, ikki xotin masalasida to payg'ambarimiz ham. Jar. O'zingni payg'ambarimiz bilan tenglashtirma. adasi,
Aşktan kokarak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir belki de Qirollardek yashamoqchi bo'lsang, unga malikalardek munosabatda bo'l. Uni hech kimga almashmayman. benim bir kerecik Qattandir o'sha tomonlardan baribir yoqib-yoqib de. Aka! tarih bizi